Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi bugungi ma'ruzamiz immunoprofilaktikaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan. Ma'ruza rejasi. Ma'ruzada immunoprofilaktikaning aktualligi, immunizatsiya tarixi, vaksina turlari, immun javob, umuman yosh shifokori faoliyatidagi o'rni, emlash jadvali, immunizatsiyaning kengaytirilgan dasturi, emlashga qarshi ko'rsatmalar, vaksinalarga salbiy reaksiyalar, emlash bo'yicha Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari tavsiyalarini ko'rib chiqamiz. Infeksion kasalliklar profilaktikasi pediatriya qolaversa butun tibbiyotning dolzarb muammolaridan biridir. Immunizatsiya dunyoda qariyb 200 yildan ortiq davrda qilinmoqda va shu davr mobaynida infeksion kasalliklarni bartaraf etishda kasalliklar soni, asoratlari, o'lim ko'rsatkichlarini kamayishda ulkan yutuqlarga erishilgan. O'ta xavfli yuqumli kasalliklar o'lat, vabo, poliomiyelit, difteriya, chaqaloqlar qoqsholi, mahalliy kelib chiqqan bezgak, qizamiq va qizilcha yuzaga kelishidan to'liq himoya qilishi imkonini berdi. Poliomiyeletning yovvoyi shtammi 2002 yil, qizamiq va qizilcha 2017 yil, bezgak 18 yil yo'q qilinganligi to'g'risida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining sertifikatlari olindi. Bu slaydlarda sizlar chechak bilan og'rigan bolani ko'rishinglar mumkin va bu yerda difteriya bilan og'rigan bola. Bu kasallik ham bugungi kunda epidemiologik kasallik sifatida bartaraf etilgan, aynan vaksinatsiya ishlari keng yo'lga qo'yilganligi sababli. Mana bu slaydlarda ko'rishinglar mumkin. Gepatit B bilan shikastlangan mana jigarni ko'rib turibsizlar. Bu yerda kapsula yuzasining kengaygan hujayralari va pufakchalar ko'rinib turibdi. Va shunda yana bitta gemofil infeksiyasida ham mana bu yerda asoratlar bilan yuz shishib ketishi ko'ringan. Endi bu juda xavfli holat, chunki miyaga yaqin turadi. Bu shish va tez yallig'lanish, tarqalish xavfi bor. Qizamiq bilan kasallangan bola bu rasmda. Bu ham juda og'ir xastalik, chunki tezda o'pka zotiljami, virusli, etiologiyali va meningoensefalitlar rivojlanish xavfi yuqori. Va tepki sababli jarda o'zgarishlar, bu ham miyaga yaqinligi sababli juda e, katta xavf tug'diradi. Va aynan bu kasalliklarga ham qarshi emlash o'tkazilishi bularni oldini olishga yordam beradi. Xuddi shunaqa ko'k yo'tal bilan og'rigan bola, ayrim hollarda bolalar e, ko'p uzoq muddat yo'talib yuriladi va nafas olish qiyinlashuvi kuzatiladi. Xuddi shunaqa mana bu yerda poliomiyelit, oyoqlar deformatsiyasi, bu endi bir fojia, qiz bola invalid, nogiron bo'lib qolsa. Endi bu kasalliklarni ham oldini olishda e, emlash, vaksinatsiya ishlarini albatta biz e, tatbiq qilishimiz kerak. Qizilchada mana toshma, rotavirus sababli degidratatsiyali bolalarni mana bu yerda ko'rsatilgan. 2015 yildan boshlab rotavirusga qarshi ham emlash o'tkazganligimizdan keyin bolalar orasida diareyalar keskin kamayib ketdi. Asosiy faktlar bu to'liqmas vaksinatsiyani 8 milliondan ortiq bolada demak olmadilar. Qamrab olish 86% tashkil qiladi va o'lim ko'rsatkichlari 79%gacha kamaygan. Global immunizatsiya bilan qamrab olish bu yerda mana 86%gacha, bu oldingi ma'lumot, bugun mana 90%gacha erishildi. 1000 yillik rivojlanish maqsadlariga erishish uchun Gavi umumiy missiya bo'lib ittifoq sifatida tashkil qilingan kam daromadli mamlakatlarda yangi vaksinalar qo'llash uchun emlashga imkoniyatlarni oshirib bolalar hayotini va insonlar sog'lig'ini saqlash asosiy vazifalaridandir. 2011-24 yillarga global emlash rejasi qabul qilingan. 30-yilga kelib millionlab o'limlarni oldini olish barcha jamiyatlarga insonlarni emlash bilan qamrab olish natijasida
Global emlash rejasi vaksinatsiyani kuchaytirish maqsadlariga erishish uchun birinchi bosqichda vaksina orqali boshqalarga infeksiyalardan poliomiyelinning irradiatsiya qilish. Yangi yaxshilangan vaksinalar qo'llash. Vaksina yangi avlodini yaratish uchun vaksinalar ishlanmalari ilmiy izlanishlar taraqqiyotini rag'batlantirishdan iborat. Immunizatsiya o'zi nimada? Mana tushunchasi. Vaksina immunitetlar va rivojlantiruvchi patogenga immunitetni hosil qiluvchi dori-darmondir. Bu buyuk davrimiz immunologlar Rem Viktorovich Petrov va Rahim Musayevich Hayitov tomonidan tushuncha berilgan. Endi salbiy reaksiyalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, vaksinalar sifati antigenlarning mikroblardan yoki toksinlardan tozalanganlik darajasi bilan bog'liq. Yer yuzida vaksinatsiya o'tkazilish ko'payishi nojo'ya reaksiyalarni ham ko'payishiga olib keldi. Vaksinalarga chin reaksiyalar va emlash vaqtida paydo bo'lgan reaksiyalar ammo emlash bilan bog'liq emas. Vaksinatsiya xavfi borligini bilish lozim, ammo vaksinatsiya kasallanish xavfidan ko'ra yaxshiroq. 20-asrda va bugun o'tkazilayotgan vaksinalar orqali boshqalarning kasalliklar ko'rsatishini taqqoslash. 20-asrda mana kasalliklarning soni bu yerda berilgan 500 ming, minglab. Endi hodisalar mana 2015-yilga kelib keskin kamayib ketdi va kamayishi 100%gacha demak kuzatiladi. Bunda shunaqa boshqa kasalliklar, ya'ni gepatit, pnevmokok, barcha bu kasalliklar, varitsella hammasida soni 90 dan yuqori foizda kamayib ketadi emlashdan keyin. Bolalarni emlash davrida paydo bo'ladigan to'siqlar. Birinchi navbatda bu ota-onalar. Vaksinatsiya kasallikni oldini olishdagi muhimlarni bilishlari kerak. Shifokorlar vaksina profilaktik mexanizmlari va ularni aholi sog'lig'ini saqlashdagi o'rni aniq ma'lumotlarga ega bo'lishi lozim. Davlat tomonidan to'lanadigan vaksina profilaktika dasturlari vaksinalar narxini tushirishga hamda aholini barcha qatlamlariga yetib kelishini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Vaksina profilaktika tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lishi lozim. Aynan bizning respublikamizda vaksina profilaktika juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni odamning immun tizimi markaziy timoz, suyak ko'migi, periferik taloq limfa bezlari a'zolaridan tashkil topgan. Bu tug'ma immunitet mexanizmlari bo'lib, infeksiya tezkor, erta javob qaytaradi. Agar patogen erta himoya chiziqlaridan o'tadigan bo'lsa, adaptiv immun javob ishga tushib, antigenni maxsus tanib oluvchi antigen spesifik effektorlar hujayralar rivojlanishiga olib keladi. Bir necha kun mobaynida spesifik immunologik xotira, limfositlar xotirasini saqlab qoladi hamda keyinchalik mazkur patogenni organizmga qayta tushishi natijasida infeksiyani rivojlanishini oldini oladi. Immunitet turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda orttirilgan immunitet o'z navbatida bo'ladi. Tabiiy orttirilgan, kasallangandan so'ng ya'ni va sun'iy orttirilgan. Bu bo'linadi passiv, organizmga tayyor antitelalarni yuborish hisobiga va aktiv, xavfsiz va effektiv vaksinalar orqali amalga oshiriladi. Passiv immunitet sifatida quyidagi dori-darmonlar qo'llanilishi mumkin. Immunoglobulin mushaklar orasiga yuboriladi. Antitanachalar defitsitida, qizamiqda, spesifik immunoglobulin gepatit A'da, tomirlar ichi Kawasaki kasalliklarida, birlamchi immun defitsitlarda, spesifik yoki giperimmunoglobulin gepatitda, quturishda, qo'qsholda, sitomegaloviruslarda, teri ostiga odam immunoglobulini, birlamchi immun defitsitlar, hayvonlardan tayyorlangan antitanacha, botulizm, difteriyada va monoklonal antitanachalar, bu nafas yo'llari kasalliklari, ko'proq chala tug'ilgan bolalarda poliomiyelinizm. Yuqumli agentlar turlari odam tanasida joylashish turlari bo'yicha odam kasalliklari 5 guruhga bo'linadi. Buni yaxshi bilasizlar. Viruslar, bakteriya, zamburug'lar, sodda protozoa, hayvon, gelmitlar. Patogenik nuqtai nazardan yuqumli agentlar bevosita o'sish ko'payish joyiga ko'ra ikkita guruhga bo'linadi. Bu intrasellyular va ekstrasellyular. Barcha patogenlar ekstrasellyular fazani o'tadi va bunda antitanachalar ta'sirga zaif bo'lib qoladilar. Patogenlar lokalizatsiyasida ajratiladi intrasellyular, ekstrasellyular. Sitoplazmatik bu juda og'ir infeksiyalar, virus, xlamidия, mikobakteriya, salmonella, lishmaniya,
Ekstraselllarga ko'proq bu e, interstitsal qonda, limfada viruslar, bakteriya va epitelial yuzda joylashgan infeksiyalar bu gonokok, gelmin, mikoplazm, pnevmokok va boshqalar. Yana immun javob reaksiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda immun birinchi 4 soatda nospetsifik tug'ma kuzatiladi. Ertangi reaksiyalar 96 soatgacha nospetsifik va spetsifik indutsiyalangan va kechki 96 soatdan keyin spetsifik indutsiyalangan immunitet. Aynan biz mana shu oxirgi 96 soatdan keyingi immunitetni hosil bo'lishini e, xohlaymiz va buni natijasida mana immunoglobulinlar rivojlanadi va makrofaglar, interleykinlar, CD hujayralar va natijada organizm bu infeksiyadan saqlanadi. Yana immunitet o'zi nimadir? Birinchi navbatda protektiv immunitet. Bu qayta zararlanish oqibatida oldindan hosil bo'lgan antitanachalar va effektor hujayralar orqali antigen tanib olish hamda qo'zg'atuvchini yo'qotishga qaratilgan javob reaksiyasi. Immunologik xotira bu qayta zararlanishga nisbatan B va T limfositlar xotirasi yordamida antigenni tanib olish bilan namoyon bo'ladigan javob reaksiyasi. To'qmalar patogenlar orqali destruksiya mexanizmlari, egzotoksinlar produksiyasi, mikroorganizm tomonidan sekretsiya qilinadigan egzotoksinlar hujayralar yuzasidan ichiga kirib, ularning destruksiyasi chaqiradi. Endotoksinlarning ajratilishi patogenlar destruksiyasi natijasida paydo bo'ladi va makrofaglar tomonidan sitokinlarning sintezini kuchaytiradi va lokal umumiy simptomlarni chaqiradi. To'g'ri sitopatik effekt. Ayrim mikroorganizm to'g'ri destruktiv sitopatik ta'sirga ega. O'tkir infeksiyani organizmda tarqalishi, yuqish, infeksiyani shakllanishi, immun javob induksiyasi, adaptiv immun javob, immunologik xotira. Mana shu zanjir orqali vaksinatsiya jarayoni ham rivojlanadi. Tug'ma immunitet asosiy hujayralar bu makrofaglar qondagi monotitlardan paydo bo'ladi. Ko'plab biriktiruvchi to'qima taloq jigarda joylashgan. Neytrofillar erta hujayra infiltrar yallig'lanish joyida ko'proq bo'ladi. Ular qonda joylashib, normal to'qimada kuzatilmaydi. Tabiiy killerlar intrasellyular mikroblarga qarshi birinchi himoya sifatida bo'ladi. Tug'ma immunitet birinchi bu mexanik to'siq epitelial yuzda joylashib, mikroorganizmlar organizm kirishini oldini oladi. Komplement bakteriyalar alternativ yo'l bilan plazmadagi komplementni faollashtiradi. Neytrofil va makrofaglar bakteriya makrofaglar tomonidan barcha mikrob umumiy bo'lgan yuzda joylashgan retseptorlar bilan so'riladi. Va normal killer hujayralari virus bilan zararlangan hujayralari bu normal killer limfotsit tomonidan halok qilinadilar. Tabiiy killerlar. Aktiv immunizatsiya vaksina turlari bo'ladi. Trik vaksinalar kuchlantirilgan shtammlar, patogenni pasaytirgan shtammlar, o'ldirilgan vaksinalar, biokimik sintez, kimyoviy sintez yo'li bilan va korpuskulyar butun mikroblardan molekula ustida yoki suv hujayralar strukturasidan. Inaktivatsiyalangan vaksinalar bu o'ldirilgan ko'k yo'talga qarshi, rekombinant gepatitga qarshi mikroorganizm kimyoviy yo'l qizdirish yo'li bilan ta'sir ettirib olinadi. Keyingisi trik atenolorlang, epitit, paratit, qizamiq, BCG, poliomiyelit. Anatoksinlar vaksina sifatida qo'llaniladi. Maxsus immunitet hosil qiladi. Difteriya, qo'qshol. Yangi avlodi qo'llanilmoqda. Vaksina konjugerlangan, vaksina antitanalar protein yoki anatoksinlarni bog'lash usuli qo'llaniladi. Subbirlikdagi vaksinalarda adekvat immun javobini ta'minlab beruvchi antigen fragmentlaridan tashkil topgan. Endi bu slayd Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan berilgan. Bu yerda ko'rsatib turibdiki, vaksinani butun jarayoni ishlab chiqishdan boshlab jo'natish, vaksinalarni buyurtma berish, to'lov, vaksinani sotib olish, muzli zanjir ta'minlanganlik, emlashda inyeksiyalarning xavfsizligi, ya'ni sertifikatlarga emlash o'tkazadigan hamshiralar ega bo'lishi, keyin zaxira qilish, emlashni to'g'ri o'tkazish va oxirgisi chiqindilarni utilizatsiyasi. Mana shu jarayon hamma etaplarda to'g'ri agar rioya qilinsa, demak vaksina juda samarali bo'ladi. Immunoprofilaktikaning faoliyatidagi o'rni bolalarning va
barcha aholi qatlamlari sog'lig'ini turli infeksion kasalliklardan saqlash uchun barvaqt emlash ishlarini o'tkazish, aholi orasida emlash kerakligi to'g'risida keng ko'lamli sanitar tashviqot ishlari, sog'lom turmush tarzi, fizikultura, sportni ommalashtirish. Vaksinalarga qanaqa talablar qo'yiladi? Birinchi navbatda xavfsiz bo'lishi kerak. Vaksina nojo'ya reaksiyalarsiz protektiv immunitetni hosil qilishi lozim. Immunogen bo'lishi kerak. Talab qilinadigan immun javob induksiyasini qilish kerak. Spesifik immun javobni stimullash lozim. Vaksinalar saqlanish muddatida ishlatilishi mumkin bo'lishi kerak. Immunizatsiyaning kengaygan dasturi ko'p yillik tajriba asoslanib, ko'p mamlakatlarda kengaytirilgan immunizatsiya dasturi tatbiq qilingan. Bu dastur formulasi oxirgi 20 yil mobaynida o'zgarmagan, ya'ni yuqumli kasalliklar bilan kasallanishni kamaytirish maqsadida ommaviy immunizatsiyani qo'llash. Bu dastur doirasida 9 oylik mobaynida vaksinatsiya grafiki. Bu butun dunyoda mana shu 9 oyligacha bo'lgan muddatda vaksinatsiyalar o'tkaziladi. Tuberkulozga, poliomiyelatga qarshi, AKDS o'tkaziladi, qizamiqqa qarshi. Bu butun dunyoda qabul qilingan. Endi kengaytirilgan dastur bosqichlardagi vazifalar. Birinchi dastur 74-90-yillargacha o'tkazilgan. Bu davrda 80% bolalarni 6 ta infeksiyaga qarshi emlashi tavsiya etilgan. Poliomiyelin, qizamiq, difteriya, qoqshol, tuberkuloz, ko'kyo'tal. Keyingi dastur 90-2000-yillarda qabul qilingan. 91% bolalarni emlash tavsiya qilingan. Bu bosqichning maqsadi 2000-yilgacha kelib paralitik poliomiyelitni, qoqsholni yo'qotish, qizamiq bilan kasallanishni kamaytirishdir. Va kengaytirilgan dasturning uchinchisi bu strategik dastur 21-asrning birinchi 20-30 yilligi mo'ljallangan. Uni maqsadi poliomiyelit va qizamiq virusini sirkulyatsiyasini to'xtatish bo'lib, bu vaksinalarni bekor qilishga olib keladi. Lekin hali bu maqsadlarga erishganimiz yo'q va shuning uchun biz vaksinatsiyani emlash ishlarini jadal suratda olib borishimiz kerak. Bu kengaytirilgan dasturning natijalari. Poliomiyelitga qarshi ommaviy immunizatsiyaning o'tkazilishi, endemik paralitik poliomiyelitni yirik mamlakatlar miqyosida yo'qotish imkonini berdi. Masalan, 1979-yilda AQShda kasallik holatlari yo'q bo'lgan. Poliomiyelitning ommaviy profilaktika, rejali emlash to'liq hajmda olib borilmagan joylarda yo'qotilgan infeksiyaning qaytarilishi tajriba ko'rsatadi. Poliomiyelit, difteriya avj olishi. Boshqarilib turadigan infeksiyalarni qayta nazorat qilish, ommaviy immunizatsiya sharoitida tiklanish ko'rsatiladi. Bu difteriya va poliomiyelit misolida ko'rsatilgan. Bu yil kengaytirilgan dasturning 50 yilligi bo'ldi. Lancet jurnalining xabar berishicha, so'nggi 50 yil ichida global emlash harakatlari taxminan 154 million kishining hayotini yoki har yili har daqiqada 6 kishining hayoti saqlab qolingan. Saqlangan hayotlarning katta qismi 100 million chaqaloqlarning hayoti. Qizamiqqa qarshi emlash chaqaloqlar o'limini kamaytirib eng katta ta'sir ko'rsatdi va emlash natijasida saqlanib qolgan hayotlarning 60% ni saqlab qoldi. Ushbu vaksina kelajakda o'limni oldini olishning asosiy vositasi bo'lib qolishi mumkin. Vaksina chin-chechakni bartaraf etishga yordam berdi va poliomiyelitni yo'qotilishga yaqin qoldi. Bezgak va bachadon bo'yni saratoni kasalliklariga qarshi vaksinalar kasalliklarni kamaytirishga yordam berdi. Doimiy tadqiqot, sarmoya va hamkorlik bilan butun va yaqin 50 yil ichida millionlab odamlarning hayotini saqlab qolishimiz mumkin. Poliomiyelitga qarshi emlash tufayli falaj bo'lib qoladigan 20 milliondan ortiq odam endi yura oladi va bu dunyo kasallikni yo'q qilish arafasida. Emlash zarur va pandemiya davrida bir yoki bir necha emlashni o'tkazib yuborgan 67 million bolani qamrab olish uchun sa'y-harakatlar kuchaymoqda. Yana O'zbekiston demografik ko'rsatkichlarini ko'radigan bo'lsak, aholimiz 37 milliondan ham oshdi. Aholining 37% 18 yoshgacha bo'lgan bolalar. Demak, biza juda katta foizi aholimizni bolalarni emlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda slaydda direktiv hujjatlar ko'rsatilgan barcha kasalliklar bo'yicha qizamiq, difteriya, gepatit, gemofil infeksiya, rotavirus
va bularni hammasini amaliyotda biz qo'llaymiz. O'zbekistonda emlash kalendari Sanpin 2015-yilda qabul qilingan. Bunda O'zbekiston Milliy immunizatsiya bo'yicha ekspertlar guruhi bor va xorij tajribalarini o'rganib, Sog'liqni saqlash vazirligi buni ta'minlaydi. Dalillarga asoslangan emlash siyosati qarorlar qabul qilinishini ta'minlab beradi. O'zbekiston Respublikasi Sanpini mana bu yerda barcha emlash taqvimi ko'rsatilgan. Bu yerda gepatitga qarshi birinchi, ikkinchi kun, ikkinchi besh oy tuberkuloz, poliomiyelit, yana AKDS, 16 yoshgacha mana hammasi ko'rsatib berilgan. Pnevmokokka qarshi, qizamiq, paratit, qizilcha, AKDS mana 16 yoshda demak dastur yakunlanadi. Endi O'zbekistonda 2001-yildan boshlab gepatitga qarshi chaqaloqlar emlanishi joriy etilgan. Mana ko'rib turibsizlar, ko'rsatkichlar ancha demak kasallanish ko'rsatkichlari emlash joriy etilgandan keyin keskin kamayib ketgan. Xuddi shunday ko'rsatkichlar qizamiq, paratit, qizilchaga qarshi ham emlash joriy etilgan 2007-yildan va kasallik ko'rsatkichlari keskin pasayib ketgan. Endi respublikamizda agar chet eldan infeksiya kirib kelishi xavfi bo'ladigan bo'lsa, biza doim poliomiyelatga qarshi emlashlarni olib boramiz. Va mana jumladan 11-yilda xavf bo'lganda poliomiyelit kirishi qo'shni mamlakatlardan bu yerda 5 raund, 6 raundda emlashlari olib borilgan va har bir raundda 3 million bolalar qamrab olingan. 4-raundda 10 milliondan ortiq kattalar bolalar qamrab olingan. Qamrab olish 99%. Chaqaloqlar immunoprofilaktikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu kasalliklarni qarshi emlanganda har yili 2,5 million o'lim oldin olinadi. Bundan tashqari bugungi kunda respirator sinsitsal virusi juda keng tarqalgan bo'lib, 164 million kasallanadi bolalar va 4 million o'lim holatlari uchraydi. Obstruktiv nafas va astma xavfi yuqori bo'ladi. Aynan mana passiv immunizatsiya monoklonal antitanachalar bilan respirator sinsitsal virusga qarshi juda samarali. Immunoprofilaktika uchun qo'llanilgan vaksinalar xarakteristikasi. Mana bu yerda ularga tirik vaksinalar, poliomiyelatga qarshi, o'ldirilgan ko'k yo'talga qarshi, anatoksinlar, AKDS rekombinantlar, gepatitga qarshi bularni hammasini muzlatgichda saqlanadi 6-8 gradusgacha, lekin yuborilgandan keyin muzlatish yana qayta qo'llash mumkin emas. Vaksina turiga ko'ra qarshi ko'rsatmalar. Barcha vaksinalarga kuchli allergik reaksiyalar yoki oldin dozaga asorat, immunodefitsit holatlari, chaqaloqni oydan oldin tug'ilishlari, kam vaznligi, oldingi dozadan keyingi keloid chandi rivojlanishi, chaqaloqning vazni kamligi, asab tizimini rivojlantiruvchi kasalliklar qarshi ko'rsatma bo'ladi. Qarshi ko'rsatma emas, har bir bola, patsient emlashdan oldin albatta nazoratdan, ko'ruvdan o'tish kerak. Ana shunda mana bu holatlar va anamnezdagi holatlar inobatga olinishi kerak. Har xil mana perinatal ensefalopatiya, nevrologik holat, chaqaloqlar sariqligi, chalaylik, bularni hammasi albatta inobatga olgan holda holatini inobatga olib vaksinatsiya ishlari amalga oshiriladi. Rivojlanish vaqtlari, postvaksinal asoratlarning bunda bo'lishi mumkin. Har xil muddatda anafilaksik shok, reaksiya, kollo, ensefalit, ensefalitik reaksiyalar, vaksinatsiyalashgan poliomiyelit, limfodenit, BCJdan keyin keloidli chandiq bo'lishi mumkin. Tarqalgan toshmalashlar, endi bilan rivojlanish vaqti bo'lishi 24 soat ichida, 75 kun ichida kuzatiladi. Vaksinalar nojo'ya reaksiya rivojini fon ko'rsatkichlari ikki guruhga bo'linadi. Tarqalgan va kam tarqalgan. Tarqalgan reaksiyalar, masalan, BCJga mahalliy reaksiyalar, gepatitga kattalarda, qizamiq, paratit, qizilchaga bo'lishi mumkin mahalliy, umumiy. En A reaktogen vaksina bu poliomiyelatga
qarshi demak juda kam uchraydi. AKDS va ADSga nisbatan ko'proq AKDSga 50%gacha mahalliy va umumiy reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Kam uchraydigan reaksiyalar bular davomiy yig'i bo'lishi mumkin, talvasa, gipotonik e, hollar, anafilaksiya, ensefalopatiya. Endi betda ko'rib chiqishimiz kerakki, bu million dozaga juda kam holatda sonida kuzatiladi. Xuddi shunaqa kam uchraydigan reaksiyalar qizamiqqa, qizilcha, paratitga, temperatura, trombositopeniya, anafilaksiya, soni juda kam, vaktsinatsiya, poliomiyelinni ko'radigan bo'lsak, milliontaga juda kam ko'rsatishlar. Dasturiy xatolar tibbiyot xodimlari sababli paydo bo'ladi. Bunday xatolarni ishni to'g'ri tashkil qilinganda oldini olish mumkin. Dasturiy xatolar: nosteril infeksiyalar, shpritslarni ko'p marotaba ishlatish, vaksina eritgichlarni ifloslanishi, tiklangan vaksinalarni noto'g'ri qo'llash. Bunda absesslar, sepsis, toksik shok yoki o'lim, qon orqali yuquvchi infeksiya, gepatitlar, OIDSlar kuzatilishi mumkin. Mos kelmaydigan joyga infeksiya qilinishi, BCJni teri ostiga yuborish. Boshqa vaksinalarda teri ostiga, mushak ichiga, yagoditsalarga inyeksiya qilish. Bunda absesslar, mahalliy reaksiya absesslar rivojlanishi mumkin. Vaksinalar noto'g'ri transportirovkasi va saqlanishi, qarshi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik. Bu yerda muzlatilgan vaksina qo'llashga mahalliy umumiy reaksiyalar kuzatish mumkin. Noeffektiv vaksinatsiya, oldini olinishi mumkin bo'lgan reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Endi allergiyasi bor bolalar bo'ladigan bo'lsa, ularni albatta ko'rish kerak. Birgalikda allergolog, immunolog va umumiy amaliyot shifokori. Atopik astma, polinozallergik rinitlar bilan bolalar agar maxsus immunoterapiya olayotgan bo'lsa, bunda allergiya terapiya 2 oy oldin to'xtatiladi, vaksinatsiya qilinib, keyin yana 1-2 oydan so'ng asoratlar kuzatilmasa, allergik vaksina bilan davolash davom ettiriladi. Turli patologiyasi bor bolalarni emlashdan oldin va keyin davolash o'tkaziladi. Bunda masalan polinoz bo'lsa, atopik dermatit, astmalar bo'ladigan bo'lsa, bular hammasi o'zini bazaviy olayotgan davosini davom ettiradi. Vaksinatsiyadan oldin va keyin markaziy asab tizimi shikastlanishida davolash taktikasi. Bunda perinatal ensefalopatiya, kanallar, likvar distensiyasi, anamniz neyroinfeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, vaksinatsiyadan oldin 5-7 oldin kun davolash, o'sha bazaviy davolash olib boradi va vaksinatsiyadan keyin ham bu davolash yana 5-10-14 kungacha davom ettirish mumkin. Endi emlash reaksiyalari va asoratlari qanday kuzatiladi? Emlash reaksiyalari bu emlash natijasida kelib chiquvchi, lekin shu vaksinani keyingi yuborilishi uchun to'sqinlik tug'dirmaydigan reaksiyalar. Asoratlar nojo'ya reaksiyalar. Bu vaksinatsiya natijasida kelib chiquvchi hamda shu vaksinani qayta yuborishga to'sqinlik qiluvchi reaksiyalar. Vaksinalar effekti nazariy kuzatilishi mumkin. Bu postvaksinal infeksiyalar, tumoragen effekt, allergiya, vaksinaning immunomodulyatsiya effekti, immunodefitsitning induksiyasi, vaksinaning psixogen effektlari. Lekin bular kuzatilmaydi yoki juda kam foizda amaliyotda kuzatilgan. Vaksinatsiyaga qarshi ko'rsatmalar. Barcha vaksinalar uchun, masalan, oldingi dozaga anafilaktik reaksiyalar yoki o'rta og'ir yoki og'ir kasalliklarni isitmalarsiz kuzatilishi va bu kasalliklar masalan remissiya davrida bo'ladigan bo'lsa, umumiy ahvolini baholab biza vaksinatsiya o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa mana AKDSga qarshi avvalgi dozasiga reaksiya bo'ladigan bo'lsa, olgandan so'ng mobayn davom etuvchi Collars shunaqalar bo'ladigan bo'lsa, unda demak vaksinatsiya o'tkazilmaydi. Poliomiyelitga qarshi bemorlarda VICH infeksiya bo'lishi va zararlangan kontaktda bo'lishi demak vaksinatsiya o'tkazilmay turadi. Immunodefitsitlar, zoonotik o'smalarda uzoq muddatli immunosupressiyada ham o'tkazilmaydi. Xuddi shunday qizamiq, paratit, qizilchada.
HIV infeksiyasi bilan infeksiyalangan bolalarni emlash. Bunda og'ir immunodefitsitlar yo'q bolalarga barcha emlashlar o'tkaziladi. BCG, AKDS, OPV yoki immunoglobulin. Qarshi ko'rsatma. BCG simptomatik HIV yoki SPID kuzatiladigan bo'lsa, e, emlash o'tkazilmaydi. AKDS agar 3 kundan keyin shok, talvasalar kuzatilgan bo'lsa, demak ADS yuboradi. Gepatit A immunoprofilaktikasi o'tkaziladi 93-yil 1993-yildan boshlab dunyo 27 mamlakatida o'tkazilgan va yuqori immunogenligi tasdiqlandi. Serokonversiyaga primerdan so'ng 1 oydan keyin 100% ga erishiladi. Nazariy mumkin bo'lgan himoya 20 yilgacha saqlanishi kuzatilgan. Endi bu slaydda ko'rishimiz mumkin qizamiqqa qarshi emlashdan keyin paydo bo'lgan asoratlarni ko'rsatkichi millionta emlanganlarga kasallik uchraydigan asorat bilan solishtirganda. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, asoratlar qizamiq kasalligida uchrashi juda yuqori. Mana mingtadan ham ko'p, 10 mingta bo'lishi mumkin. Lekin millionta immunizatsiyalangan bolada uchrash asoratlari 0,1, 0,05 bu 1000 marta undan ham ko'p kam. Demak, juda kam reaksiyalar uchraydi emlagandan keyin. Xuddi shunaqa ahvol AKDSga qarshi emlangan bolalarda ham asoratlar soni keskin yuqori vaksinatsiya asoratlari bilan solishtirganda. Endi bu slaydda bugungi kunda o'tkazilayotgan vaksinalar, mana bu yerda difteriya, qoqshol, poliomiyelit, qizamiqqa qarshi, gemofilus inflyuensiyaga qarshi va keyingilari mana bugungi kunda joriy etilgan pnevmokokka qarshi, rotavirusga qarshi va kelajak vaksinalar mana malariya, tuberkulozga qarshi, bezgakka va bu yerda HIV infeksiyasiga qarshi, meningokokka qarshi bular mana bugungi kunda rejalangan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari tavsiyalari 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni gemofilus inflyuenza D turi gepatitga qarshi emlash, meningokok, pnevmokok, inflyuenzaga qarshi emlash o'lim va surunkali kasalliklar sonini kamaytiradi. Immunizatsiya o'tkaziladi difteriya, qoqshol, ko'kyo'tal, qizamiq, parotit, qizilchaga qarshi. Va gemodializdagi barcha bemorlar stafilokokka qarshi emlanishi kerak, chunki ko'p hollarda bu bemorlar ikkilamchi infeksiyadan nobud bo'ladi. Kelajak vaksinalar bu meningokokka qarshi. Bugungi kunda O'zbekistonda ham hozir ko'rib chiqilyapti. Emlash dasturiga meningokokka qarshi emlashni kiritish to'g'risida. Postvaksinal asoratlar rivojlanishida kechib ko'rmaydigan tadbirlar bor. Bunda gipertermiyada talvasa sindromi bo'ladigan bo'lsa, febril talvasalar bo'ladigan bo'lsa, tana harorati pasayib ketsa yoki bronxial astma xuruji rivojlansa, BCG vaksinasi asoratlari mahalliy keloid chandiq rivojlansa va shunda yodda tutish kerakki, har bir vaksinani dori moddalar qabul qilishi talab qilmaydigan emlash reaksiyalari ham mavjud. Buni albatta biz inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.